ana u davlatga borsammikan, mana u davlatga borsammikan. Hamma chetga ketib yuribdi. Men ham chetga ketishim kerak. Ana u qo'shni bolasi ham Amerikadan zo'r pul yuborib uydagilarga narsalar olib beryapti. Men yuramanmi O'zbekistonda? Chetga chiqsam soqqani bosib kelaman borib. Chetga kelganimga ham 1 oy bo'ldi. Hali ham bitta ish topganim yo'q. Bu yoqda o'qishlarga moslashish kerak. Ingliz tilini yaxshiroq o'rganib kelsam o'qishim osonroq bo'lardi. Ishni qayerdan topsam ekan-a? Hademay cho'ntagimdagi pulim tugab qoladi. Birinchi yilni zo'rg'a tugatib oldim o'qishni amallab. Lekin rosa ko'p ishladim. Ko'p ishlasa pul topish bilan band bo'lib odam xayoliga o'qish ham kelmas ekan. Endi nima qilsam bo'lar ekan, ikkinchi yilga kamroq ishlayman deb xolasa. Hademay o'qishni bitiraman. Lekin hali bitta yaxshi ish topganim yo'q. Hali ham restoranda ishlab yuribman. Uydagilarga nima desam bo'ladi-ya? Chetga borib o'qisam, diplomni olsam, tayyor ishlar bor deb yurdim. Normal ishga kirish uchun ham yaxshi o'qish kerak ekan, yaxshi tajriba bo'lish kerak ekan. Tim bo'lib boshqa davlatdan kelib bularga menda odam nimaga ham kerak? Hademay vizalarim ham tugab qoladi. Nima qilsam bo'ladi ekan-a? Birontasiga uylanib, dokumentini olsam ekan-a? Yoki SAGimga topshiraymi ekan? Bilmadim, nima qilishga ham hayron odam. U yoqda uydagilar yaqinda menga katta pul yuboradi deb o'ylab yurishibdi. Nima qilsam bo'ladi ekan-a? Boshida kelaman deb yurganimda rosa soqqa qilaman degandim, rosa ishlayman degandim. Rosa ishladik, rosa soqqa topdik. Hammasini o'qish bilan davlatga berib yubordik. O'zbekistonga chiqarishga ham yaxshigina pul bo'lmadi. Endi bu yog'iga uylanaman desam, xarajatlar ko'p. O'zbekistondan bitta qiz olib kelish o'zi ham ancha pulga tushadi. Nima qilsa bo'ladi-ya? Yoki boshqa davlatga borsam ekan-a? Boshqa davlatga borgan o'rtog'im yaxshiroq pul qoldi. Xullas mana shunaqa chetga chiqishga o'zi bo'lmaydi. Odam xayoliga bir narsalar keladi. Yashayotgan odam buni his qiladi. Yashamagan qayerdan ham bilardi. Ana u davlatga borsammikan, mana u davlatga borsammikan. Hammasini tagida katta mehnat va sizni kutib turgan qiyinchiliklar turibdi. Agar shularga tayyor bo'lsangiz, marhamat, dunyo sizning oysteringiz. Xohlagan yeringizga borsangiz bo'ladi.